Mana hozir chiqyapman. Jak, qalaysan, keldingmi? Ha, yaxshi, o'zing ham yaxshimisan? Ha, bo'ladi, rahmat. Davay, ketdikmi? Ha, mayli, ketdik. Har doimgi qiladigan ishimizni qilamiz, bilasan-a? Mayli, ketdik, qilamiz. Hop, davay, hozir mana bu yerda cho'tki skameyka o'rnatilibdi, o'sha yoqqa o'tiramiz borib. Nima, ko'zingga qarab yura olmayapsanmi? Tushunmadim. Nima deganingiz bu, brat? Nima deganim tushunmayapsanmi? Qulog'ing kar bo'lib qolganmi yoki miyang ishlamayaptimi? To'g'riroq gapiring, bratan. Shunchalik zo'rmisan, gapga tushunmayapsan. Zo'rman desa nima qila olasiz? Hech narsa, qo'limdan hech narsa kelmaydi. Urishaveramizmi birga bir? Yo'q, urisha olmayman to'g'risi. Unda nima vaqtimni olyapsiz? Bo'pti, biz ketamiz unda. Mayli. Qo'rqoq ekansiz o'zi, bratan. Qanaqa qo'rqoqman? Kel, zo'rmisan? Birga bir urishib qo'yaveramiz. Davay, ketdik, urishib qo'yaveramiz bo'lmasa. Davay, jang. Yo'q, bo'ldi, hazillashdim. Men shunchaki yo'q, bo'ldi, ketaveringlar bemalol. Shunaqa bo'lsin. Agar yana urishmoqchi bo'lsang, vizit tasha. Bo'pti, kechirasizlar. O'zicha zo'rman deb o'ylayaptim, bilmayman. Bilmasam, o'tiraylik. Bo'ldi. Qani, nima gaplar bor? Suhbatdan olchi. Menimcha bu merni o'ng qo'lligingni bilmagan bo'lsa kerak, shuning uchun sakrab qo'ydi. Menimcha endi sakramasa kerak. Hozir ishim chiqib qolgandi, hozir kelaman. Bo'pti. Darrov ishing chiqib qoladi sani. Ha, yana ishim chiqib qolgandi. Bo'pti, bor, o'zim o'tiraman endi. Zerikib yana obbo. Nahotki shunaqa ham tez ish chiqib qoladimi? Mayli, o'zi meni ishim tez chiqib qolish kerak. U ishli odam emas, u men ishli odamman. Bo'pti, hozir borib uydagi ishlarimni ko'rib o'tiraman. Men ham g'irt bekor o'tirgandan ko'ra o'zi shu bilan bu yerdagi teshikni yamashmabdi-yu, hali ham yamashib qolar keyinchalik bo'lsa ham bilmadim, lekin ichidan cho'tki xazina chiqqan. Menimcha o'sha xazinani assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, qayerdasan Jo'xa? Har doimgidek uyda. Tez yorib ketib kel, senga ish bor. Qanaqa ish? Bir shahar aylanib kelasan. Qanaqasiga shaharga aylanib kelaman? Aytganda qil, kel tez. Bo'pti, hozir boraman. Mazza-yu shaharga aylanib kelsam, o'zi kakras shaharga aylangim kelgandi, brat. Qalaysiz, tinchimiz? Zo'r. Shu brat bilan doim gaplashishim keladi-yu, hech vaqt topa olmayman, chunki bratam fikrlash doirasi juda ham chiroyli, keng. Xohlagan savolni bersa, internetdan topib javob bera oladi. Janob mer, keldim. Xo'sh, bilasanmi, o'tgan galgi videoingda oltinlar topganding, ana u politsiyachilar kelgan joydan. Eslayman. O'shani olib borib shaharga pulga aylantirib kelgin, ya'ni sotib kel. Bo'pti, sotib kelaman. Qayerga qo'ygandingiz? Hozir aytaman joyida. Yashik bor edi-yu, yashik. O'sha yashikni ichini ochib ko'rchi. Yashikni ichida menimcha yo'q bo'lsa kerak, hozir ko'rgandek bo'lgandim. Hozir bobosi to'xtab turmaysiz, hozir topib beraman. Tezlashing iltimos. Hozir bobosan, sen borib o'zingnikini olib kelib tur. Bo'pti, hozir o'zimnikini olib kelayin unda. Keyin shaharga borib kelaman. Uyimga olib borib qo'ygan edim o'zimning oltinlarimni. Yana bir ikkita qurollarim bor aytgancha, o'sha qurollar ham umuman foydalanmayapman, sotib kelishim kerak. Qurol bilan foydalanish o'zi juda ham yomon, o'shaning uchun sotib yo'qib kelaman. Mana o'sha oltinlar va qurollar qayerda edi? Mana bu yerda edi. Bu qurollarni bilasizlar, ana u jetel bor edi-yu, kompotni kiyimini kiyib olgan jetel. O'sha jeteldan undirib olgandim, esinglarda bo'lsa kerak, noqonuniy qurol sotgan uchun. Mana bu ikkita qurol vobshida foydalanib bo'lmaydigan, qanaqadir kuchli quvvatga ega bo'lgan qurollar. Bularni tezroq yo'q qilib yuborishim kerak, bo'lmasa kimgadir zarar keltirishi mumkin. Juda ham g'alati qurol ekan. Mayli, buni tinchgina foydalanmasdan cho'ntakka solib qo'yish kerak, tamom. Hozir borib janob mer o'zini ham oltinlarni olib keltayin. Agar oltinlarni yo'qib qo'ygan bo'lmasa agar. Hozir o'q-dorisi yo'q edi aytgancha, bo'ldi. Eshitib quliyman va so'raman bu yoqdan. Yopamiz bo'ldi. Mashina, qanaqadir mashina bo'lishi kerak shu yaqin atrofda meni borib kelishim uchun. Menimcha gelik bor edi qishloqning narigi tomonda. O'sha gelik bilan borib kelsam kerak, hoynahoy. Naryoqda turibdi. Janob mer, oltinlaringizni berasizmi? O'zingnikini olib keldingmi? Olib keldim, siznikini ham birdaniga olib ketayinmi deyotgandim. Ol mana. Bo'pti janob mer. Unda hozir, ya'ni bir necha soatdan keyin borib kelaman. Bir necha soatdan keyinmi? Yo'q, hozir borib bir necha soatdan keyin kelaman demoqchiman. Shunaqa deganda tushunarsiz u gaplaring. Tushunishingiz uchun qanday gapirishga hayronman. Bo'pti janob mer, ketdim. Mayli, oq yo'l. Mayli, lekin yo'l qora-yu, qanaqasiga oq yo'l bo'lishi mumkin? Jetel nima gap? Hech gap yo'q. O'zingda nima gap? Shaharga ketyapman. Menga ikkita nos olib kel. Jinni, nos yomon narsa, chekish mumkin emas.
Ha, bo'pti, bo'lmasa olib kelmasang olib kelma. Ha, olib kelmayman aytmasang ham, o'z pulim yo'q olib kelish uchun ham. Ha, sen gadoymisan? Yo'q, shunchaki olib kelishni xohlamayman, chunki nos yomon narsa dedim bu dabba. Xo'p, ana endi mashinani datchigini kim yoqib qo'ygan hayronman. Kimdir mendan oldin haydagan shekilli. Xo'p, shaharga qarab let's go qilamiz. Endi bir amallab burib olish kerak. Oho, orqada ham dahshat haydolar ekanman, lekin hop, buramiz asta va shaharga qarab yo'l olaman, ketdim. Xo'p, shaharga ham yetib kelib oldim. Endi bankka borish kerak albatta, chunki bankdan borib oltinlarni pulga aylantiraman. Bankka adashmasam yetib kelib bo'pman o'zi. Faqat chekkaroq qo'yib qo'yish kerak mashinani, chunki ko'chada yo'lning o'rtasida tursa jarima solib ketsalar kerak politsiyachilar. Chunki bu yerda qonun qoida juda ham rivojlanib ketgan. Bank qaysi ekan? Shumikan bank? Menimcha shu bo'lsa kerak, bilmadim. Xo'p, tushib ko'ramiz albatta. Bankka borsam kredit olasizmi deb so'rasa, bankning nomi sal g'alatiroq ekan-ku, ha mayli. Xo'p, eshigini yopib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu yerda qanaqadir g'alati bank ekan. Bu bankka qanaqasiga bunaqa odamlar ishlaydi bilmadim. Mayli, bu yerda qanaqadir nima bunaqa kiyimi ko'rinmayapti bratandi. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum, yigitcha, tinchmisan? Ha, rahmat bo'ladi. Qarochi, menda oltinlar bor. Bularni naqd pulga aylantirish kerak. Ha, berchi, hozir ko'ramiz. Qanaqa oltinlar o'zi? Mana bunaqa oltin ko'za va bir nechta oltin quymalari. Ha, yaxshi. Qayerdan olding buni? Qishloq meri yubordi meni. Qaysi qishloq? 98-chi. Tushunarli, sekin kutib tur, hozir hal qilamiz. Aha, mayli. Xo'p, bunda kutib turaveraman, mayli. Yigitcha, puling tayyor, olib ketsang bo'ladi. Ha, rahmat sizga kattakon. Va qanaqadir hujjatga imzo qo'yishim shart emasmidi? Yo'q, hozircha shart emas. Agar nimadir muammo bo'lsa, o'zimiz senga xabar qilamiz. Aha, mayli unda, sizga kattakon rahmat yana bir bor. Xo'p, kep tur. Imzo qo'ysang, qo'yib ket birdaniga, keyinchalik bezovta qilmaymiz. Ha, qo'yib qo'ydim. Bo'pti, rahmat. Yaxshi. Eshik eskirganmi? Nima bunaqangi qig'illab eshik ochilyapti, ya'ni balki moyini almashtirish kerakdir rostdan ham. Ha, mayli nima bo'lsa ham menga umuman qiziq yo'q, kachoklar ishlar ekan. Demak, bu yerda jang bo'lishi mumkin, shunaqami? Rostdan ham kimdir asabini buzib qo'yishi mumkin-da bularni. Endi qurol do'kon kiramiz. Qurol do'kon ham xuddi 1 kilometr uzoqda qurilgandek emas, shunchaki yaqingina 50 metr bor yo'g'i. Mayli, hozir qurollarimni kapotga qo'yganman. Yo'q, qo'limga yedi shekilli qurollarim. Hozir qurol do'konga ham kirib chiqaman. Xo'sh, qurol do'konda kim bor ekan? Bratan, sizmisiz? Nima gap? Siz mendan qochib ketganingiz esizdami? Urushni taklif qilganimda. Shunaqaroq, xohlasang urushib qo'yaveramiz. Davay unda birga bir aktagonliga. Yo'q, hazlashdim. Siz cho'ta mendan yo qo'rqyapsiz, yo qo'rqib izdivasta qilyapsiz. Nima deganing u? Yo'q, qo'rqmayapsiz o'zi, lekin qo'rqyapman deb turib izdivasta qilib qo'rqyapsiz. Yo'q, men sendan hech qachon qo'rqitganim yo'q, libobat urushib qo'yaveraman. Ketdi unda birga bir. Yo'q. Nima uchun axir? Balki kuchim yetmasligi mumkin. Pulingni ol-da tezroq bu yerdan ket. Bo'pti, ko'rasiz lekin qarab turing. Bo'pti, boraver, o'zing ko'rasan hali. Nimani ko'raman? Tushunmadim. Nimadir reja qilyapti bratan rostdan ham. Ha, mayli, lekin ikkinchi marta yo'limdan chiqdi. Agar nimadir problema boshlaydigan bo'lsa, yaxshilik bo'lmaydi. Mayli, ketdim, tezroq qishloqqa yetib borayinchi. Qishloqqa borganimdan keyin aniqlashtiraman barcha muammolarga yechimni. Xo'p, yetib keldim. Endi mashinani shu yerga eski joyga qo'yib qo'yaman. Yonidan mashina o'tish uchun bo'sh joy ham qilib qo'ydim, chunki qishloqda o'zi yo'l tor. Yetel men keldim. Menga narsa olib kelmadingmi? Yo'q, nos yo'q ekan. Xo'p, men endi janob merga pullarni topshirishim kerak, mayli. Xo'p, o'tib ketibman janob merning uyidan, ya'ni ishxonasidan to'g'rirog'i. Jetel qayergadir shoshilib ketyapti, menimcha hojatxonaga bo'lsa kerak. Assalomu alaykum janob mer, yetib keldim. Xo'sh, pullarni berchi? Sizga yarmini berishim kerak, tushundingmi? Chunki yarmi o'zimdan edi va qurolni pulini sizga berib o'tirmayman. Nima, qurol sotdingmi? Ha, ana o'sha jetel bor edi-yu, qurollarni undirib olgandim. Ha, o'shami? Ha, o'shani sotib keldim. Ha, bo'pti, o'zing bilasan. U seni quroling edi-yu. Ha, shunaqada. Bo'pti, undan men ketdim janob mer. Ha, bo'pti, yaxshi bor. Aha, hozir bir ikkita ishlarim bor, shularni qilaman borib. Ha, o'zing bilasan, shaxsiy ishlaringni qilsang qilaver. Aytgancha, soliqni keyin to'lab qo'yarsan-a? Ha, bo'pti, ertaga qo'shib to'layveraman birdaniga 2 kunlikni.
Xo'p, hozir biroz dam olishim kerak, chunki juda ham charchadim. Shaharga borib kelish juda ham qiyin. Ayniqsa mashinada bel og'rig'ini orttirib olish hech gap emas, chunki massaj qiladigan nima edi, chexol yo'q-da mashinada. Xo'p, biroz o'tirib dam olayinchi, keyin uxlarman balki yoki birdan uxlaveraymikan. Bo'ldi, uxlayman короче. To'g'risini aytsam juda ham uyqum kelyapti. Mayli, uxlab qo'ya qolay tinchgina yoki to'xtalib qandaydir xabar kelibdi, ochib ko'rayin, keyin uxlayman. Menimcha o'sha bolaning uyi shu bo'lsa kerak. Hozir mendan ko'radi. Qo'rqqanimni bildirmaslik uchun unga nisbatan qurol ishlataman. Xo'y yigitcha, nima qilyapsan? Uxlayapti ekan bu. Qachon uxlab qoldi? Hozir axir o'tirgandi. Mayli, juda ham charchagan shekilli. Oyog'iga tegib ketdi. Voy, oyog'im! Voy, nima bo'ldi? Kim edi bu? Tushunmadim. Voy, yaramas xaliga odam u. Oyog'im nima qildi? Pichoq tiqib ketdimi? Og'rib ketyapti oyog'im. Voy, yaramas. Voy, yura olmayapman-ku. Qanday tushaman bu yerdan endi? Qonayaptimi? Qon oqyapti rostdan ham. Men shu yerga bir amallab o'tirib olay. Shifokor chaqiray. Allo, shifokormi? Shifokor nima gap? Menga yordam bering iltimos. Kelsan, Jo'xaman qishloq chekkasida turaman-ku. Hozir boraman, kutib tur. Mayli, iloji boricha tezroq keling. Keldim, nima gap? Hozir bitta yaramas kelib oyog'imga pichoq urib ketdi. Ko'rib turibdi, qonapti. Qonadi, bilayapman, o'shaning uchun nimadir qiling iltimos. Hozir bog'lab qo'yaman. Qurib bog'laganingizda nima qilay? Pulingizni beraman, normalroq davolang, yurib turishim kerak axir. Hozir o'tmay tur, nimadir o'ylab topamiz. Nimadir o'ylab toping, mana bu pulni olib qo'ying. Xo'p. Senga nogironlar aravachasi beraman. Paka o'zanda yurib turasan. Nima uchun nogironlar aravachasi? Axir yura olmaymanmi? Yo'q, sen yuradigan bo'lsang, ursa pichoq urilgan do'yni yarat qatarib ketadi. Tushunarli. Mayli, unda juda ham yaxshi bo'lardi. Nogironlar aravachasini bersangiz. Xo'p, hozir mana ola qol. Bu qanday olaman? Izdivasiya qilyapsizmi yerga tashlab? Olding-ku. Qo'lim yetdi-da, enkayib o'tirmadim. Bo'pti, rahmat sizga. Nima ham derdim endi. Vazifangizni bajardingiz. Bo'pti, men ketdim. Sog' bo'l, salomat bo'l. Kanalimga obuna bo'l. Kanalingiz bormi? Mening Instagramda 8 obunasim bor. Bo'pti. Unda sizga omad tilayman. 8 obunachingizni 18 ta qiling. Nima uchun 18 ta qilaman? Keyin 18 plus qilsangiz ham bo'ladi-da. Nima deganingizni tushunmadim. 18 plus degan 19 degan, tushunyapsizmi? Mayli, mana u dorilarni ichib ol, tezroq yaxshi bo'lasan. Ya'ni o'sa yarang tezroq bitishiga yordam beradi. Bo'ldi, rahmat sizga kattakon. Bu qanaqa narsa edi? U surtadigan dori, ya'ni surtasan. Mana sizda bintlar bor. Bintni almashtirib turasan ora-orada. Tushunarli. Mayli, rahmat katta unda. Bo'pti, sog' bo'l. Tezroq tuzalib ket. Yana nimadir muammo bo'lsa, telefon qilasan-a? Mayli, telefon qilaman unda. Bo'pti. Men ketdim unda. Esingni yopib ol. Osib bordim. Bo'pti, yop, ketdim men. Sog' bo'l. Mayli. Bu yaramas, hali tuzalib olay, mendan ko'rasan pichoqlab ketadi. Qo'rqoq ekanda o'zi u, vobshe qo'rqoq odam ekan. Короче, menga sog'liq tilaysizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.